Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, yaqinlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Andijon mashina bozoridan yangiroq Cobalt'lardan videoroligimizni boshladik bu yo'lga. Like'larni bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringlarni kommentariylarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. Xo'p, yangi ekan, hali yurmabdi mashina. Minnat so'raganlarga. Xo'p, ABS bor asosiy, qolgan hamma narsasi bor mashina. Zavodskiy holatda, bu diska balonlari o'ziniki. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak, xo'p, 320 km do'stlar. 320 km yurgan holat. Hech narsa qilinmaganmi? Qo'lik qo'ygan. Aha. Bar qo'yib qo'ygan. Salonlarga mana laminat salafanlar tortib. Ha, bar, polik, imo shilinmasligi uchun laminatsiya qilib qo'yilgan ekan. Gaz partiyasi qo'yilmagan, ha? Balonlar ham o'ziniki. Xo'p, kirasi plastik tegmagan, ha? Top toza hamma. Top toza. Puli qancha buni? 12900 dan beramiz. 12900 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Yo'q. Naqmi? Faqat naqd puli sotilar ekan do'stlar, kimga soliqqa chiqibsizlar. Bozor sal ko'tarilib qoldi, aka. Boshqa bursiz hozir 600 beryapti, aka. 12.6 ga foydalanishga bermadingizmi? Gap yo'q lekin akalar, 12.6 ga foydalanishga berilmabdi. Telefon raqamlaringiz? Necha kamiga so'raysiz? Aha. 90 90 755 52. 55 52 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar mana. Qolgan joyi toza. Xo'p, oldida akalar, kapot juda mahina bor ekan, bu kiloga o'tgan deyilyapti. Qolgan joyi toza. 2014 2014 312 ming yurgan. Xo'p, 2014 312 ming yurgan. Aziya ABS konsiner gidravlikalari bor. Xo'p, balonlari ham o'rtacha holatda. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, mexanika ikkinchi pozitsiya. Probeg 321.700 qancha ham 321.000 deb berasizlar. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Qolgan joylar toza deyilyapti. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi mana. Endi o'rtacha 14 ga yaxshi lekin holati. Xo'p, metallari bor tayyor. Pollarni ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Holati yaxshi. Xo'p. Endi 321 ming. Yana nimasini aytdik? Kraskasini aytdik. Rasxoti yo'qmi buni? Motor korobka hadovoy qilingan. Polni qilingan. Bo'lsa hamma yo'q qo'yilgan. Klapanlargacha qo'yilgan. Yaxshi. Generalni qilib beraverasiz. Generalni bo'ladi, bo'ladi. Puli qancha? Puli nech pul ayting? 7,5 dan tushib beramiz. 7,5 kami bor. Variant nasiya beramizmi, naqmi? Faqat naqqa-ya. Telefon nomerlar 95lik 95 977 977 1283. 1283 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Naqd puliga qanchaga so'rashyapti sir bo'lmasa? 100 kam 7 ga beriladi 69. 100 kam 7 ga beriladi do'stlar. Telefon qilaverasizlar 69 ga qo'shganlarga kelishilar ekan. 2024 ekan do'stlar, ko'ringlarchi, 23 ming yurgan, hamma narsasi bor deyilyapti akalar. Endi gaz, chipolka, shunaqa narsalarida 4-pakeleniyada metallar qo'yilgan. ABS bor asosiy, qolgan hamma narsasi bor do'stlar. Aha, 4-pakeleniya qo'yilgan, balonlar yaxshi, diskalar zavodsiz qo'y. Yumshoq balon. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, kruz kontrollar qo'yib qo'yilgan ekan, probegi 23.080 km. Kruz kontrol ham ishlaydi, ha? Yaxshi. Orqasini qanday ochamiz? Pult o'zida shekilliga? Ha? Orqa obshivka. Salonlari ham yaxshi. Xo'p. Mana akalar, metallari. Pollarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Kraska plastik tegmagan, ha? Plastik tegmagan, rektovkasi bor. Rektovka. Sepilmaganmi o'zi? Yo'q. Rektovka bor. Aha. Mana rektovka qilingan hali. Kirib qo'ygan, chiqarib qo'ygan xolos. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Yo'q. Tayyor. Puli qancha puli? 12,5 million beramiz. 12,5 kami bor. Variant qilib beramizmi, naqmi? Naqd. Faqat naqd puli sotiladi, ha? Bank yo'q. Xo'p, bola, bank yo'q akalar, faqat naqd puli ekan, telefon raqamlar. 25 bank yo'q. Ha, buni ham bank yo'q, uni ham xullas bankka telefon qilishmay qo'yishaversin. Yaxshi. Do'stlar, biz bank tavsiya qilmaymiz, sababi xullas o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Telefon nomerlaringiz 90 755 52 ga telefon qilaveramiz. Savdo bo'ldimi, manimi?
savdosi bo'lyapti. Qanchaga bermadingiz aka? Naqdga kelish osonroq bo'ladi. 12 mingga beriladi. 12 mingga naqqa bermadingiz, qo'shsa beriladi. 24 ga 24 ekan akalar. Ko'ringlarchi, probegi ham 24 ming ekan. Balonlari yaxshi, yumshoq balonlar. Adashmasam bosib qo'yilgan. Salon holatlari ham yaxshi. Hop, probegi 24344. Salonlari ham yaxshi. Gaz pas qo'yilmagan shekilli. Hozir orqasini egasidan o'zi ochib beradi. Orqa obshivka. Salon qismlarini ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Chiroyli holatda turibdi. Metani bormi buni? Metani bor ekan mana 90 tali, ha? Ha, chivollar nima u? Ustiga qo'yadigan chivollar ekan, yaxshi. Xo'p, 24 ming yurgan, metani bor, yumshoq balonlari bor, ABS hamma yo'g'i bor, ha? Oldin ochmay qo'yaverdik. Xo'p, kraska tegmagan. Kraska tegmagan, rektovkasi bor mana bu. Ham rektovkasi bor. O'sha yerda rektovka qilingan joyi bor ekan do'stlar. Kraska tekkizib qo'ygan xolos. Kosmetika. Xo'p, puli qanaqa aka buni? 12300 dan chiqaramiz. 12300 kami bor. Nasiya savdo qilib beramizmi? Naqdmi? Bank nasiya. Xo'p, bank nasiya yo'q ekan, faqat naqd pulga arzonroq berasizmi aka? Xo'p, naqqa yangiroq kelishiladi deyilyapti do'stlar. Kimga olsa telefon qilasizlar? Nomerlaringiz necha edi? 755 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo bo'ldimi manimi? Yo'q, buni savdosi bor. Hali savdo bo'lmabdi akalar, telefon qila olasizlar. Men nazarimda Cobalt'lar narxlari ozgina ko'tarilib qolganga o'xshayapti. Bir oy nasiya savdosiga kelishdik. 12150 ga kelishuvdik, pul hisobi chiqmadi ekan. Bir oyga nasiyaga 12150 ga kelishuvdilar. Naqqa. Ha, bashnaqa ekanda. Xo'p bo'ladi do'stlar, telefon qilib gaplashib ko'rasizlar. Naqdga yengilroq qilib berilar ekan. 23 ga 24 ekan do'stlar. Ko'ringlarchi mashina holatlarini oqidan so'ragan do'stlarimizga o'z faqat olyapmiz. ABS hamma yo'g'i bor, metani bor asosiysi. Xo'p, diskalar zavodskoy, baloni ham даже zavodskoy holatda turibdi ekan. Xo'p, probegi 14770. 14 ming deb qo'ysanglar bo'laveradi. Kraska tegmaganmi aka? Kraskasi toza, 23 ga 24. Orqa obshivka, salonlarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Chivollar taqib qo'yilgan ekan. Xo'sh. Mana akalar, metanlari bor. Kraskasi toza, 23-24. Narxi qancha aka buni? 12 ming yapsiz, sunnatiga o'tib beramiz aka. 12 mingdan o'tib beriladi. Variant nasiyalarchi? Puliga qarab bersangiz. Puliga qarab kelishib, eng kami qancha bo'lsa, aka primini bersangiz. 7-8 ming bo'lsa. 7 ming 8 ming puli borlarga akalar nasiya savdo qilib berilar ekan. Kimga yo'qsa aloqa qilib gaplashib ko'ringlar. Telefon nomerlaringiz 90lik 258 7800 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Naqqa savdo qilishdimi, qilishmadimi? Naqqa ham so'rashyapti. Qanchaga bermadingiz aka? 11.8 ga beraman. 11.8 ga ozroq o'tib berilar ekanda. Xo'p, do'stlar, telefon qilib ko'rasizlar. Nexia 3 so'ragan yaqinlarimizga 2018-yil ishlab chiqarilgani. Ko'ringlarchi, ranglari ham JK2 svetda do'stlar. Xo'p, balonlari ham yaxshi, diskalar, Cobalt diskalar qo'yib qo'yilgan. Tayyorlovkalari ham bor ekan. Tayyorlovka ruxsati bormi? Mexanika ekan do'stlar, Mercedes reflektorlar qo'yib qo'yilibdi. Chivollari ham o'rtacha holatda. Yurgani qancha? 291 ming. 4 paketini metan gaz, chixol poli yangi, mijigar pul. Hop bo'ladi. Metanlari bor ekan, pollarni ochib ko'rsataman. Narsalari bor ekan. Kraskachi? Kraska shopir tomon bitta kirilo alishgan, qolgan joyi toza. Bitta kirilo almashgan 291 ming dezim probegini? 91 ming yurgan. 291 ming yurgan. Motor korobka hadovoylar qanaqa ekan? Umuman. Olib sarflaydigan joylari yo'q, ha? Olib minadi. Yaxshi. Pulichi yangiroq aytaylik endi buni. 200 kam bor deyapmiz endi. Telefon qilishaversin, kelishamiz. 7200 dan o'tib beriladi. Variant nasiyalarga nima deymiz? Naqd pul bo'lsa yaxshi. Imkon darajasi naqd pulga. Imkon darajasi. Yaxshi, raqamlaringizni aytib berasiz. 97lik 838 0101. 0101 ga telefon qila olamiz. Savdo qildimi, qilmadimi bunga? 68 qilishyapti aka. 68 ga ozroq o'tib berasiz ekan, xolosdan. O'tib beramiz. 68 ga berilmabdi do'stlar, telefon qila olasizlar mana.
Nexia 3 so'ragan do'stlarimizga 2022 ekan do'stlar. Ko'ringlarchi mashinaning holatlarini. Balonlari yaxshi, diskalari zavodskoy. Hop, holatlarni aytadigan bo'lsak, 4-payizli avtomat, medikallari bor, Mers deflektorlar. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Registrator, monitor, orqa obshivka. Salon holatlarini ham bitta ko'rib o'tishinglar mumkin. Holatlari yaxshi. Hop, metallar bor, mana tayyor. Polini ham bitta ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Zapaskalar ham yo'q, komplet turibdi ekan. Yurgani qancha buni? 44 ming yurgan. Kraskachi? Toza. Kraska toza 44 ming yurgan. Orqada kolonkalari, Aha. Medikar. 22 ga. Yangi balonlari. Yaxshi. Puli qancha buni puli? Bo'lavergan 10,5 o'zi berib yuboraman. 10,5 ga uzil kesilmi? 10,5 do'stlar uzil kesilar ekan, kimga olsa aloqasi gaplashib ko'ringlar. Variant bermaysizlarmi? Variant. 2 oyga bo'lsa berib yuboraman. 1-2 oyga bo'lsa yengilroq kelishlar ekan. Raqamlaringiz? 97lik. 97 949 949 0111. 0111 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Naqd pul bilan qanchaga so'rab turishdi bozorda? Sir bo'lmasa. Endi olib chiqdi hali. Endi hali savdo bo'lmadi. Yaxshi, telefon qila olasizlar do'stlar. Xo'p, do'stlar, Nexia 3 yangirog'idan so'raganlar bo'lsa, ko'ringlar mana. Kon aylangan chiqdingizmi? Gap yo'q. Qanaqa mashina ko'rdinglar? Cobalt ko'rdi. Nexia 3 bo'lmaydimi? Nexia 3 mana kam yurgani bor ekan. 5000 yurib xolos mashina. Ekonomizerlari bor. Qora-ya bu, boshqacha tovlanyapti. Qop qorasidan do'stlar. Zavodskoy diska balonlarida 5000 yurgan xolos bor yo'g'i. Mexanika. Yili 22 mi, 23 mi? 22, 23 olib chiqilgan. Mana akalar, smartfonsiz chiqqanlaridan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Arzon bozor YouTube kanali. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Klassika prosit yemagana? Polni zavodskoy holatda dehqon egalarida turibdi ekan do'stlar. Mana mashinaning holatini ko'rsanglar bo'ladi. Gaz-pad hech narsa qo'yilmagan. Xo'p, endi buni bir kelishtirib, yengilroq qilib ayting, endi qiziqqani bo'lsa bosib olsin. 10700 kami. 10700 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Har tomonlama kelishlarida. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 107. Nechilik? 97. 97lik 107 00 47. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz do'stlar. Mana kimga yoqsa holatini ko'rdinglar. Bozor pul sanadimi? 10200. 10200, 10000 tepasi savdo bo'lyapti o'sha. 10200 ga berilmayapti do'stlar. Endi Spark'da ham yangi yurmagani qanaqa bo'lyapti? Shu bilan xudo hisob-kitob qilib berasizlar.